Bozorga tushdim. Bozor juda ham issiq. Tezda etdan qochdim. O'zimga udobniy bo'lgan. Muzdakkina konditsionerlari bor, hamma narsasi bitta joyda bo'lgan joy qidirdim va uni topdim. Menga qaysi kiyimlar yarashdi? Tanlash voringlar. Ichida bazasi bor ekan, yengi yo'q, ustida shunaqangi naketi bor ekan. Ro'mollilar bu joyga tushib qolsa, bitta ro'mol olmasdan umuman chiqib ketolmaysizlar. Ham narxlari ham yombob, ham vibr juda ham ko'p ekan qizlar. Hamma ro'mol shetda ekan. Shunaqa qilib o'zimga yoqqan chiroyli kiyimlardan bitta kiyib chiqdim qizlar. Mana shuni o'zimga yarasa ham yoqqandi, mana bu duvoyga ham yoqqandi. Pulni bergan xo'jayinki, xo'jayindan so'rab olamizda. Sizlar ham xo'jayinlardan shunaqa so'rab olasizlarmi qizlar? Shunday qilib do'konda aylanishda davom etdim. Bu yerda farzandlaring uchun va o'zlaring uchun sumkalar, remellar, ochkilar, bujteriyalarni boru xilma-xilidan olib kelib qo'yibdi qizlar. Obuvlarda ham siz xohlagan variantda 49 mingdan boshlar ekan. Lux kashifadagi hamma obuvlar shetda ekan. Koftichkalar, sarafanlar, yubkalar. Mana shu Pinterestning joyi har hafta o'zgaradi qizlar. Endi plyaj sezon kelyapti. Shlyapalar, kupalniklarni ham turidan olib kelib qo'yibdi. Hijoblilar uchun, ro'molsizlar uchun. Bitta kiyimga kelib 3 ta obrazni yig'ib chiqib ketyapman. Qaysilarini oldim? Nima deb o'ylaysizlar qizlar? Kommentga yozib qoldiringlar qizlar. Agar sizlar ham kiymoqchi bo'lsalaring, kechki 11 gacha ishlar ekan. Bemalol ishdan chiqib kelaverasizlar. Manzili bo'lsa Sanasaroydan o'tgandan keyin uyimizda oldida ekan. Mazami menga?